endi bu yog'iga bepul reklamalar qo'yib berish xizmatlari yo'q. Faqatgina har bitta reklamalarni endi pulga qo'yib beraman. Unaqa bepul endi reklamalar qo'yib bermayman. Shuning uchun bepul reklama qo'yib bering deb mendan yordam so'rab yozmanglar. Bo'ldi. Shu kungacha masalan 50 mingtadan shu kungacha 90 gacha undan oldin ham reklamalar bo'yicha yozganlarga ham bepul qo'yib berganman. Yetadi endi bu yo'lga bepul reklamalar yo'q. Unaqa sodda, beg'ubor qiz bo'lib, ko'ngil bo'shlik qilishlarimni endi tashladim. Chunki men ham endi harakat qilishim kerak o'zim uchun, masalan, oilam uchun. Endi masalan, men ham reklamalardan juda ham menga har xil zo'r reklamalar ham tushyapti-da. Shuning uchun ham endi bu yo'lga faqat reklamalardan daromad topadigan bo'lsam, shu reklamalarni puliga uy-joyimni to'g'irlab, darvozalar olib olaman, inshaalloh Xudo xohlasa. Barchasini shu Instagram orqali qilaman. Shuning uchun sizlardan nima yordam so'raman? Sizlardan bitta yordam. Menga obuna bo'linglar. Eng katta yaxshilik qilganliklaring shu bo'ladi. Keyin do'stlaringga tarqatib qo'yinglar. Savobga qolasizlar. Qancha ko'p insonlarga jo'natsang, qancha ko'p bo'lsa, menga shuncha foyda. Chunki menga shunday ko'proq tanishlaringga masalan jo'natsalar, ular ichida balki reklama qildirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin, lekin reklamalar har bittasi oqlab beriladi. Unaqa qimmat narxda ham reklamalar qilmayman. O'sha arzon narxlarda, o'rtacha narxda reklama qilib beraman, el qatori. Unaqa qimmat narxlar qo'yib olmayman. Ularda ichida masalan reklama qildirmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, ular ham reklama qildiradi, shu uyim uchun, sharoitim uchun yoki darvoza olishlarim uchun o'zim shu topayotgan reklamalarni pulidan olaman. Mana shularga sizlar ham bir sababchi bo'lib qolasizlar. Shuning uchun ham sizlardan bitta yordam so'rayman. Shu yordamlang shu bitta podpiska bosib qo'yinglar. Keyin xohlasanglar like bosinglar. Keyin ko'proq do'stlarga jo'natinglar. Agar malol kelmasa, shu boshqa sizlardan hech qanday yordam so'ramayman. Bitta so'raydigan yordamim shu. Bu ham shu uyimni qurilishiga yoki xizmat qiladi. Mana shu topayotgan daromadim shularga xizmat qiladi. Inshaalloh katta daromadlar topsam, kam ta'minlangan o'zimga o'xshagan sharoitdagi insonlarga har bittasiga yordam beraman. Chunki bu gaplarim har bitta zapis bo'ladi, qolib ketadi profilimda. Agar yordam bermasam, menga shu zapislar bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Chunki har bitta insonga qo'limdan kelsa yordam berishga tayyorman. Shunaqa. Sizlardan bitta yordam shu, podpiska bosib qo'yinglar, bo'ldi. Keyin do'stlaringga jo'natinglar agar malol kelmasa.